Bunisi endi вообще o'tib tushdi-da. Bu narsani video qilib chiqarmasam bo'lmas edi dedim. Buni qaranglar axir. Menga kuchugini kiyimlarini glashka qilishga tashab ketibdi. Bu nima endi, bani xalatimi, maxroviy kiyimchasiga o'lib qolaymi? Voy, yostiqni ustiga chiqib olganiga nechi? Kalamushga o'xshamay o'l deb urishib berdim. Bir xil klientlarimni kuchugi umuman postelga ham, divanga ham chiqmaydi, ularni shunaqa o'rgatganda. Bular bilan ham shug'ullanishga, o'rgatishga odamlar kelishadi. Mana shu korobkachadagi shokolad desa klientim tashab ketibdi. Bu уже ikkinchi zakazim. Bu gulchalar esa mani подписчиklarimga. Rosa xursand bo'lib ketdim. Bir 10 kishi yozib yubordi. Rahmat, siz orqali ishga kirib oldik deb. Ko'pchilik mendan ish so'raydi. Qayerda надежный ish bor, topib bering deb. Hozir foydali ma'lumot berib o'tib ketay. Kompaniya Vash personal ayol qizlarimizni ishga taklif qilyapti, постоянный основада. Yangi vakansiyalarda aytib o'tib ketay. Balkim kimdir men orqali yana ishlay bo'lar. Горничная, прачка, мойщица и уборщица в отеле 4-звездочный, 5-звездочный otellarda. Bularda adreslari ham по всему Питерda. Qaranglar, metro Спортивная, Адмиралтейская, Petrogradskая, prospekt Просвещения, Гражданский prospekt. Oylik to'lovlari 100 ming rubldan boshlanadi. Eng glavnisi вкусное питание, forma beriladi, oylik без задержка plus avans ham o'z vaqtida beriladi. Grafik 6/1, xohlasalaringiz har kun ishlasalaringiz ham bo'ladi. Telegram ссылкасini esa istoriyaga qo'yib boraman. Do'stlar, bu videoni umuman shunday o'tkazib olmanglar. Piterdagi tanishlaringizga обязательно jo'natib qo'yinglar. Kimgadir foydali bo'ladi.